Sizlar demak siz iltimos qilganingizdek biz aslida do'stni hamda ularga shogirdlikka bugun da'vogarlik qilayotgan Oybekjonni sahnaga taklif qildik. Siz aytgan avjilik baqiradigan joylardan bo'ladi. Baqiradigan joylardan. Ustoz tayyormisizlar Oybekjon? Endi Oybekjon bir qo'shiq tayyorlagan ekan, shuni aytib kuylab qo'yamiz endi bor. Mayli. Qani, ketdik. So'radimmi men sizdan dunyo, yaralaysiz qalbimni nechun? Meni yomon ko'rasizmi yo? Sizni sevib qolganim uchun. Meni yomon ko'rasizmi yo? Sevib qolganim uchun. Yorim bo'ling, borim bo'ling, menga go'zal yor. Oshiq bo'ldim sizga go'zal yor. Yetmoq tilagim bormi axir sizga keragim? Sog'inchlarga to'lar yuragim, sizni sevib qolganim uchun. Yorim bo'ling, borim bo'ling, menga güzel yar. Aşık buldum sizga güzel yar. Ko'nglim yolg'izda, kechalari uyqu yo'q ko'zda. Sizni sevib qolganim uchun. Kechalari uyqu yo'q ko'zda, sizni sevib qolganim uchun. Yorim bo'ling, borim bo'ling, menga go'zal yor. Oshiq bo'ldim sizga go'zal yor. Sizga go'zal yor. Agar ruxsat bersangiz yana ikki qator shu jonli ijroda. Qani. Oybekjon bilan yana bir. Qani ha. Otingga bir qamchi ur, senga imkonim kelganda. Tarim uzilmasdan turay, davron kelganda. Sochga oq oralamay, armonlar
ming o'ylab boqasen davr davran kelgan Yashay ustoz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aslida ekan mana o'rtoqlar, jonli ijro, jonli ovoz. Mana shu yerda, demak o'zini sehrini ko'rsatyapti. O'zini ohang rabosini